Assalomu alaykum a'zolari, azizlar. Istashga jariblarni boshladik. Qashqadaryo Kasb tumanida 40 mingdan qilib beramiz. 40 sm tuprog'ini tashlab, ustiga 5-6 sm shag'alni zasipga qilib, kilyonkasini qo'yib, istashga qo'yib beramiz. 40 ming so'mda 1 metr kvadrat. 21-aprel 2025-yil bugungi sanamiz. Narxlar qanday? Sizlarda o'sha fikrlarni yozib qoldiringlar. Boshqa viloyatlarda uncha bilmadim. Narxlar bizda shunday narxda qilib beramiz. Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida shunaqa narx. Hamma joyga har xil ishlaydi. Ustalar narxlari har xil trambovka qilingan. 5 ga 3 li xonamiz, 2 ta xona boshladik. 50 metr betonni qo'yib bo'ldik mana. 60 mingdan metraj. 30 ga 50. Pasti o'tgan yil qo'yilgan, biz ustki qismini karkas qilib qo'yib edik. Metrajga 60 mingdan usta haqqi bo'ldi. 50 metr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat barchaga. Hunaman TV YouTube kanaliga va Usta Tohir YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. To'liq variantini videolarini chiqarganmiz. Fotolar Kichkina Turkasi yaqinida bo'ladi, kuzatib oling.